E'tibor beryapsizlarmi? Kanalimizga qo'yganlarimiz bir kunda sotildi. Bu yolg'on emas. Hammasi narxi o'rganilib, o'zini maksimalniy holatidan kelib chiqqan holatda sotilyapti. Inshaalloh savdo ham ancha tezlashib qoldi. Barakasini bersin. Fayzli mahalla ekanmiz. Bu Shofoiz, Shoxontohur tumani. Ko'cha boshini ko'rsatamiz. Ko'kcha. Bu tarafga o'ngga ketsak Ko'kcha masjid, bu tarafdan Shofoiz mostidan kelish bo'ladi. Bu tarafimizda ko'chamizda ko'ryapsizlar, katta marketlar ham bor. Bu orqamizda turgan 1,5 sutuli, yangi qurib, bitqazilgan, ozgincha yashalgan bu uchastkamizning narxini voy, lekin buni ham tez sotilib ketadigan narx aytamiz. Undan oldin uy ichida bitta ko'rsatib beramiz. Ketdik. Hovlimizda shunaqa shinamgina bo'ladi. Yashil hududlari bor. Mashina qo'yish uchun navesli garajlarimiz bor. Отдельно kalitkamiz. Uyga kirishimiz bilan bismillah. Podvalga tushish, podval qismimiz bo'ladi, yarim holatda. Bu oshxonamiz bo'ladi. Bu umumiy sanuzelimiz bo'ladi. Bitta sanuzelimiz ham xudo xolasa dushli variantda bo'ladi. Bu birinchi etajdagi katta bitta mehmonxonamiz bo'ladi. Mehga chiqib kelishimiz bilan o'ng qo'ldan boshlaydigan bo'lsak, bitta yana mehmonlar kutib olish uchun mehmonxona, xohlasanglar buni o'zingiz uchun yotoqxona qilib, mana terrasasida mazza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Xo'p, keyingi xonamizga o'tadigan bo'lsak, bu bitta sanuzelimiz bo'ladi. Umumiy ikkinchi etaj uchun bo'ladi. Bu tarafimizda bolalar uchun bitta yotoqxonamiz bo'ladi. Bu tarafiga shkaflari, hamma narsasi qo'yilgan. Bu tarafimizda ota-onalar uchun bitta yana yotoqxonamiz bo'ladi. Yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, 154 ming so'ralyapti. Zo'r narx, lekin tez yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar, sog'-omon bo'lasizlar. Rahmat.